Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizda xursandmiz. Xudo xolasa yana bir darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taylik degan maqsadda qisqacha bo'lsa ham video tayyorladik. Videomiz albatta manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmachasini ayamaysizlar. Doimiy bizni kuzatib borishlar uchun obuna tugmachasini bosib qo'ysanglar, muntazam ish jarayonlarimiz, o'rnatuv jarayonlari hammasini batafsil ko'rib borasizlar. Darvozalar haqida ham ma'lumotga ega bo'lib borasizlar do'stlar. Xo'p, darvozalarimiz haqida ma'lumot berishni boshladik. Bu safar videomizda har safar o'sha arzon darvoza shtampovka darvozalarni chiqarardik. Bu safar endi qo'l mehnat darvozalarni ham chiqarish aniq ko'rdik. Endi darvozalarimiz haqida ma'lumot beramiz. Darvozamiz eniga 3.90, bo'yiga 3.5 holatda tayyorlaganmiz. 3.90 ga 3.5 zakazga tayyorlaganmiz. Darvozamizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Haytik uslubda korobkalarimiz shiveller, taglarimiz ham shivellerda, listlarimiz 1.8 divayni holatda bo'lgan. Bu joylarga nerjivenkalarni qo'yib berganmiz. Xo'p, bu darvozamiz 2 qavatli, 3 qavatli variantda chiqadi. 2 qavatli, 3 qavatli variantda chiqadi. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsa, darvozamiz 1 kvadrat metri do'stlar, shu darvozani 1.200.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha. Uni aloqachisining to'liq ma'lumotini beramiz. O'sha 1.8lik 2 qavatli varianti o'sha 1.200.000 so'mdan boshlab, ag'i 1.600.000 so'mgacha chiqadi. Aloqachisi bilan to'liq ma'lumotni berib o'tamiz do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop, kraskalarimizga keladigan bo'lsak, kraskalarimiz matli ko'rinishda bo'lgan. Yana bir gapni aytib o'tish kerak. O'sha aloqa chiqsalari o'sha quyoshga qarab turadimi, yo bo'lmasa salqin joyda turadimi, uni ham bir ma'lumotini berib o'tamiz. Kraskalar qanaqa kraska sepasiz, lak qanaqa bo'lishi kerak, matviymi, glansivimi, uni ham o'zimiz tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Bu darvozamiz o'sha quyoshga qarab turadi, o'sha matviy holatda tayyorlaganmiz bu darvozani. Matviy, agar salqin holat bo'lsa, o'sha glansiviy sepsa ham bo'laveradi. Garantiyasi 5 yilgacha. Mokriy asfalt devo kraskadan foydalanganmiz. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, 3.70 ga 3.5 holatda tayyorlagan. Bu ham pat zakaz. Hop, yondorlarimiz shiveller, отдельный kalitga bo'lgan afsona fason darvoza deymiz. Misol uchun bu joyini qora kraska desa ham qora kraska ham qilib beraveramiz. Однотонный qilib bir xil rangda chiqarilgan bu darvozamizni. Soplarini ham o'ziga yarashadigan qilib 4.2 dan nerjivenkalargacha qo'yib berganmiz. Darvoza 2 qavatli, shumkali holatda tayyor bo'lgan. Darvozamizni e'tibor berayotgan bo'lsalar, pon aylana korobka qovurg'ani 8 ga 4 1.7 tenkadan foydalanganmiz. 8 ga 4 1.7 tenkadan foydalanganmiz. To'qima profillari ham 3.2 dan hammasi xudo xolasa full variantda bo'lgan. Xo'p, darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr shu darvozamizni 1.300.000 so'mdan, 1.300.000 so'mdan materialiga qarab 1.600.000 so'mgacha chiqadi bu darvozamizdan. 1.300.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha chiqadi. Aloqachi bilan to'liq ma'lumotini beramiz. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, o'sha shtampovka haytik variantda shtampovli pechat darvoza. Yondorlarimizga 8 ga 6, 1.5 stenka, taglarimiz shivellerda, to'qima profillar ham hammasi qalinda bo'lgan, 1.3 stenkada. Misol uchun buni har xil vibrda qilsa bo'ladi. Agar klientlar talabiga qarab chiqarib beraveramiz. Mana qovurg'alarni qalinroq desa, qalinroq qilib beramiz. Yondorlarni shiveller desa, shiveller qilib beramiz. Kvadratiga 50.000 so'm, 100.000 so'm qo'shiladi. Agar ponni vibraga o'tirg'izib bering desa, ponni vibraga o'tirg'izib beramiz. Vibrlar tashlaymiz albatta. Yo'q, menga shu variantni divayni holatda qilib bering desa, divayni holatda ham qilib beramiz. Hozir buni ham orqa tomonini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, darvozamizning summasiga keladigan bo'lsak, darvozam 1 kvadrati shu ko'rinishda aytilgan narxda 600.000 so'mdan xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib ustanovkasini qilib beramiz. 600.000 so'mdan 1 kvadrat metri. Yondorlar 8 ga 6, 6 ga 4lar 1.3, listlari 1.3. Qora nerjivenka desa, qora nerjivenka, sara desa, sara. 1.600.000 so'mdan. Orqa tomonini ham ko'rsatib o'taylik tushunib. Shtampovka pechat darvozani orqa tomoni ko'pchilik so'raydi. Orqasi shu ko'rinishda bo'ladi. Orqa tomon darvozamizni. Agar bu cho'kib tursin desa, o'sha vibraga o'tirg'izib beramiz, ichkariroqqa cho'kib turadi. Menga shumkali deyishadigan bo'lsa, pon orqasini ashibga qilib o'rab beramiz, tekis holatda. Orqasini pon ashibga qilib beramiz. Lekin bir qavat shtampovli pechat darvozamiz orqa ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Keyingi darvozalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonni ham olishingiz mumkin darvozalarni. Hozir
Fonni obzorini ham qilamiz. O'sha ruchniy работалadi. Orqa tomoni shu ko'rinishda bo'ladi mana. Orqasi tekis qilib yopilgan, hammasini o'sha 1.8 list bosib, mayin germotekslanib, orqa old devokraska, xudo xolasa, orqasi shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p. Do'stlar, dubayskiy variant darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Korobkalarimiz shivellerdan, taglarimiz shivellerdan bo'lgan, отдельный kalitga 10 burs 2 stenkadan foydalanganmiz. Listlarimiz 1.8 2 qavatli variantda bo'lgan. Darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsa, darvozamiz 1 kvadrat metri 1.400.000 so'mdan dastlabki stanovka O'zbekiston bo'ladi, xudo xolasa. Shu ko'rinishda 1.400.000 so'mdan qilib beramiz. Darvozamiz o'ta go'zal holatda chiqqan. Aloqa bilan yana to'liq ma'lumotini beramiz. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, skromniy variantda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. O'sha taraq fason deymiz, soqqali fason deymiz. Bu ham 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Bu joylari mana burchaklarimizdan foydalangan, avval holatda qilishlangan. Umuman xudo xolasa suv o'nmaydi, chirish bo'lmaydi, xudo xolasa. To'qima profillar hammasi qalinda bo'lgan. 2 qavatli двойной holatda bo'lgan. Bu darvozam summasiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr 1.300.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovka hammasi bu. Aloqa ko'rasizlar, xudo xolasa. Kraskalarni aytilgan kraskasi qilib beramiz. Bu o'sha zakaznoy, podzakaz deymiz. Zangori, mokriy asfalt, zangor holatda qilingan, glansiy holat shu. Matviy desangiz, matviy qilib beraveramiz lakini. Aloqa bilan xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. Turetskiy fason. Bu darvozamiz ham 2 qavatli shumkali holatda ishlangan. Darvozamiz orqasi 1.8, oldi 1.8 двойной holatda bo'lgan. Bu darvozamiz qulayroq qilib orqasini 1.3, oldini 1.8 qilib ishlasa ham bo'ladi. Sal puli qulayroq chiqadi. Bu o'sha full variantda ishlangan, yondor korobkalar shivellar, taglari shivellar. Отдельный kalitga bo'lgan 2 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz. Darvozamiz kvadrati 1.200.000 so'mdan 1.200.000 so'mdan 1.400.000 so'mgacha chiqadi. Bu joylarni nerjavka desangiz, nerjavka, qora kraska desangiz, qora kraska sepib beraveramiz bu joylarga. Shu 1.400.000 so'mlik full varianti. Agar zakaz qilib sal puli qulayroq bo'lsa, orqasi ahamiyatga ega emas desalar, orqasini 1.3 variantda qilib beramiz, 1.200.000 so'mdan chiqarib beramiz. Xudo xolasa aloqa chiqsalar, to'liq ma'lumotini berib o'taveramiz. Keyingi darvozamiz ham o'sha soqqali fason darvozamiz, taraq fason darvozamiz, отдельный kalit kalisi ko'rishlaringiz mumkin, taraq fason darvozamizni. Buni ham o'sha zakazga qilingan, eniga 3.90, bo'yiga 3.5 holatda tayyorlangan darvozamiz. Bu ham 2 qavatli qalinda bo'lgan, hattoki mana shu mayda kvadrat 2.2larimiz ham hammasi full variantda ishlangan, qalinda ishlangan. Darvozamiz summasiga keladigan bo'lsa, darvozam 1.300.000 so'mdan. 1.300.000 so'm dastlabki ustanovka bor, xudo xolasa. Aloqa chiqarasizlar. Keyingi darvozamiz. Darvoza 25 deymiz. Bu darvozamizni endi ko'rishingiz mumkin. Orqa 1.8, bundan keyin yana 1.8, oldida yana 1.8 listda ishlab turib, undan keyin 1.2 listda ishlangan. Общий agar kvadratga hisoblaydigan bo'lsak, 4 qavat hisoblanadi, 4 qavat. Lekin 3 qavatga, lekin summada kelishuvda 3 qavat deb olinadi. Darvozamiz 1 kvadrat metri shu darvozamizni hozirgi kunda 2.500.000 so'mdan 2.800.000 so'mgacha olyapmiz, materialiga qarab. 2.500.000 so'mdan 2.800.000 so'mgacha olyapmiz. Xudo xolasa aloqa chiqsa to'liq ma'lumotini berib o'tamiz yana. Xo'p. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz bosma shtampomli pechat ko'rishlaringiz mumkin. Bu darvozamiz 3.5 holatda tayyorlangan, kvadrati 550.000 so'mdan. Aloqa chiqarasizlar. Listlari 1.3, oltiga to'rlari ham 1.3 da bo'lgan, 550.000 so'mdan. Xudo xolasa 3.5 holatda tayyorlangan. Keyingisi afsona fason, bu ham o'sha davashda ko'rsatib o'tirgan darvozamizdan orqasidan kelgan zakaz, bu ham 380 ga 377 bitta klientimizga tayyorlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham 2 qavatli двойной holatda tayyorlangan. Darvozamiz kvadratini shu darvozani hamma yo'q qalinda qilib o'sha 1.470.000 so'mmi shunaqa atrofida olindi bu darvozani. Aniq esimizda yo'q. Xudo xolasa o'sha 1.300.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha chiqaradi. Do'stlar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bizni ish jarayonlarni muntazam kuzatib olish uchun podpiska tugmachasini bosib qo'ysalar, muntazam ish jarayonlarini kuzatib borasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta do'stlar like tugmachasini bosib
Xudo xohlasa bizni qo'llab-quvvatlayapsizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni manzillarga keladigan bo'lsak, bizni manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidekapa qishlog'ida joylashgan. La Casa de Chevel desalar, La Casa de Chevel kelib joyda o'zida ham zakaz berishlar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.